Assalomu alaykum. Bugun 7-avgust. Panashe degan sortimizni birinchi mevasi pishibdi. Bu mana bunaqa yo'l meva beradi. Chiroyli mevalari, hatto tanasi ham yo'l bo'ladi. Lekin mevasi pishgan sari bu yo'llari yo'qolib, sariqqa aylanib qoladi. Ko'pincha ba'zida qoladi izlari, lekin ko'pincha mana bunaqa sariq mevaga aylanadi. Mana pastdagi mevasi hali pishmagan yo'l holatda. Bunisi pishgani sarg'ayib ketgan. Endi ozroq izi qolgan bo'lishi mumkin. Mana izlari uzildi mana. Razmeri o'rtacha, mevasi oshiqcha yirik emas, lekin oshiqcha mayda ham emas, yaxshi. Va bu sort mazasi eng zo'r sortlardan bittasi hisoblanadi. Hozir ichini yorib ko'rsataman. Mana ichi. Mazasi juda ham shirin. Menga eng yoqadigan mazasi bo'yicha sortlardan bittasi Panashe sorti.